O'zbekistonga kelib pul-muli bilan vastinayt qildirdim-da uni. Vashadan turib telefon Mashinlikni o'ylaydi-da. Buyerda zakonlari boshqacha, qonunlari boshqacha. Ko'cha milisa ko'rmaysan, gay ko'rmaysan. Siz rahmat. Ana shunday. Buyerdagi milisalar odamlar Bizni uchun gay. ishlaydi. Aha. Da, shuni aytmoqchi edim. Bir marta bizni gay ushladida, kechki payt chiqib ketayotgandik. Ruldagi odam ichgan edi. Gay anaqa boriladi. Prosta mashina bilan yuradi, mashinani tepasida hamma narsa bor. Tekshiradi hamma narsani. Radari ham o'sha yerda, Bilaman. rementni aniqlaydigan ham o'sha yerda. U to'xtatib o'tirmaydi-da, keyin to'xtatdi. Sal metro haydaganimizga ichganimizni bildida, bittasi o'tirib uygacha olib borib qo'ydi, prosta tak. Shtrafxonasidan boshqa narsa qilmaylar deb. Prosta uygacha mindirib olib borib qo'ydi. Aka bir kuni Mehmonligimizni bilib. bir kuni bizni bitta og'aynilar bor edi, keluvdi Tailandda yashaychida. Mehmon kelishuvdi. Cho'lda adashib qolishgan safar edi. Telefon qilgan milisaga. Telefon qilib mashina yo'qolib qoldi desa, telefon turgan joydan lokatsiyasini aniqlab, vertolyotda borib uni esga olib kelgan. Tasavvur qilyapsizmi? Da. Ular anaqada oilaga juda katta rostdan xizmat qiladi. Buyerdagi qonun, buyerdagi milisalar, buyerdagi davlat odamlari xalq uchun ishlaydi. Korrupsiya yo'qda. Shunday. Bironta bir muammo bo'lib qolsa, oddiy bitta masal turist bo'lsang, bironta arab bilan chiqishmay qolsang, u nopra bo'lib, nepra bo'lib turib senga gapini o'tkazaman deyotgan bo'lsa, shunday milisaga telefon qilsang, shunday milisa kelsa, arab bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, kim bo'lishidan qat'iy nazar haqiqatda shundaygina joylashtirib, noto'g'ri bo'lsa, noto'g'ri qilgan bo'lsa, pulingni olib berib ketadi. Ana shunday. Qonun teng bu yerda hammaga. Qonuni qattiq. Dubayda qonuni qattiq. Yolg'on gapirma Sardor dedi. Hozir shoshma. Dubay polis deb men senga internetdan ko'rsataman Dubayda politsiyasi qanaqaligini hozir qarab tur. Ya aldayotgani yo Sardor. Men misol mana shu yerda 8 oydan beri yuribman, ko'rgan narsalarimni aytib beraman. Endi o'zimizdagi to'g'ri aytyapsiz. O'zimizdagi mana bu yerdagi insonlar, mana bu yerdagi odamlarga erta tuyulishi mumkin, lekin Dubayda shunday. Qodir aka ham 4 yil yashagan ekan. Yana-ya. Yaxshi zo'r ishlaydi hamma narsa. Joy-joyida ishlaydi. Dubay shunday joy. Endi sizlar buni qaranglar. Dilshod aka. Buni qarang akajon. O'zbekiston endi o'zimiz yurtimiz, lekin buni qarang. Oi, nah. Look what the police are moving in Dubai. Fasten your seatbelt. Stop using your phone while driving. Cybertruck Dubayda onasini emsin politsiya mashina. Lamborghini mana. Dubayda politsiya mashina mana. Mana. Giliklar mana Dubayda politsiya mashina mana. Militsiya mashinalarini qarang, Bugatti. Mana militsiyalar. Ko'rasizmi? Mana shular hammasi militsiya mashina mana. Ha. Mana. Reklama qilamiz. Bizani onasini o'zim bitta viloyatga berilgan mashinalarning pulini hammasini yig'sang bitta Lamborghini bo'lmaydi. To'g'risida bitta viloyatga 200 ta emas, 2000 ta mashina bergan bo'lsa, 2000 ta Nexia 3
Hammasini sotsang ham bitta Lamborghini bermaydi. O'ta tez rivojlanib ketdi-da Dubay bor. Aytyapman senga, Dubay onasini o'zi yemaydi prezidentlari. Pul narsa bo'ldimi daromad qiladi, davlat quradi, tamom. Mana bu yerdagi hamma qurilgan binolarni xalq qurmagan, prezident qurgan, sheyx qurgan buni. Yo'q. Ayya. Keyin xalqiga qarang, har oyda $30,000 beradi deydi. Shu gap rostmi? $40,000 kredit beradi. Kredit emas, mana to'laydi-ku xalqiga. Qatardamidi? Просто так $30,000 har oy. Yo'q, Shu Dubaydami? Короче, Qodir aka, men bu yoqqa bitta o'zimizdan yaxshi bir opaxon bor. Oilasi sheyxda, sheyx Snapper. Farzandlari shayxdan bo'lgan, tug'ilgan, mana shu yerda otasini anosiga kirib, Emiratda mana shu Dubayda pasportida fuqaroligida tug'ilgan. Lekin rost ekan, tug'ilgan payt katta pul berilar ekan 16 yoshgacha yetish uchun. 16 yoshga to'lgandan keyin ham villa nimadir daxoya короче bank hisobiga pul tushar ekan, u rost ekan. Agar o'zini o'zinikiga beradi, keyin universitetda o'qishni ham to'lab beradi menimcha. Har balo qilar ekan, короче men eshitdim. 16 yoshgacha короче ishlatib bo'lmas ekan o pulni. 16 yoshgacha yetib tugatib bo'lmas ekan, короче juda katta pul berar ekan. 16 ga kirgandan keyin villa bilan qanaqadir nimadir siz aytgandek nimadirlar yana berar ekan qo'shimcha.